Nargiz opa, narsiss insonlar qanaqa bo'ladi? Hozir ko'p psixologlar shu haqida gapiradi. Narsiss insonlar bu faqat o'zini sevadigan, o'zi haqida qayg'uradigan, o'zini yuqori baholaydigan, boshqalarning his-tuyg'ularini his qila olmaydigan, umuman inobatga olmaydigan insonlar hisoblanadi. Ular o'zini yaqinlarini ham hurmat qilmasligi mumkin. Munosabatlarda bunday insonlar faqat mehr, e'tibor olish haqida o'ylaydi, lekin juftini qayg'urish, mehr ko'rsatish haqida umuman o'ylamasligi mumkin. Narsisslar munosabatlarda kelishmovchilik bo'lsa, har doim boshqalarni ayblaydi, manipulyatsiya qiladi, o'zi uchun, o'zini hissiyotlari uchun mas'uliyat olishga qiynaladi. Va narsiss insonlar odatda o'ziga bo'lgan bahosi past bo'lgan, shaxsiy chegaralari yo'q bo'lgan insonlarni tanlashadi. Demak, bunday insonlarga uchramaslik uchun ayol va qizlar ayniqsa o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishi va shaxsiy chegaralarini qo'yishni o'rganishi kerak.